Ha, jiyan kira olib tagan o'sha seni kiyapsan. Men seni to'yga chaqirganmi, hasharga chaqirdim. 40 so'mmatingni sotamanmi men, jiyan? Tog'a, men hozir psixologga boryapman. Psixologlar insonning tashqi ko'rinishi har qanday holatda muhim resurs deyshar ekan. Nima risk deyshar ekan? Muhim resurs. Tog'a, psixologlar aytishicha, quyoshda faqat ertalabki ultrabinafsha nuri foydali ekan. Bu apetdagisi turgan bitgani zarar. Jiyan ultra qilma. Biz yoshligimizda quyoshdan energiya olingan. Gapirmasdan ishit qilib o'tvalgan. Yarim qarich pastga qadam tashlash to'qcha, tushasan yerga. Tog'a, bo'ldi, men ketdim. Ha, ketasiz, xush keldingiz. Xush ketasiz. Jiyan ishni endi boshladik. Tog'a, psixologlar aytishicha, odam o'zini kuchidan ko'ra ko'proq ish qilishi odamni belini sindirar ekan. Ish qilmasangiz ham hozir belingiz sinadi. Jiyan, bunisi vaziyatda ham belingiz sinar ekan. Foydasi tegsin undan. Tog'a, salqinga o'tib olsak bo'lmaydimi? Bo'lmaydi jiyan. Sen quyoshga sig'liq qilgin. Quyosh sendan salqinroqqa qolsin. Qani boshladik. Isharrani. Sopi qani buni? Suv kabi bo'l jiyan. Rimboni bitta gapi bor. Arrani sopi yo'q tomondan tort. Marraga tez yetasan degan. Ay, tog'a. Ha, jiyan, chanqadingizmi, qiltillatib qoldingiz? Tog'a, psixologlar aytishicha, inson tanasida 20% suv yo'qolsa, hushidan ketar ekan. Jiyan, seni bu turishingga 30% suv yo'qotsa ham hushidan ketmaysan. Qorningni qara, haladiska o'xshaydi. Begemotga o'xshab ketibsan. Men jiyan o'tirdicha perikud chaqib olaylikchi. Men aytgancha jiyan, mana shu perikuddan foydalanib tumanga don berib qo'y bor. Yo'q, tog'a. Nima? Yo'q. Mana shu aytib turgan gapingni quloqing eshityaptimi? Tog'a, psixologlar o'zingga yoqmaydigan narsaga yo'q deyishni o'rgan deyishyapti. Yukkalangga qutirjamasho, shunaqami hali? Ha, tog'a, men hozir sizga yo'q deb ichimda qanchalik xotirjamlik, qanchalik o'zimga bo'lgan ishonchni